Salomga hurmatli kuzatuvchilar, mana biz Yuqori Hasanboy, Toshkent tumani Koson mafiyada turibmiz. Shu sotuvga tayyor yerimiz chiqqan. Hamma dokumentlar tayyor. Olasizlar, mana ko'rasizlar. Faqat yerni o'zi uradi-ya. Suv, gaz, svet bor. Kanalizatsiya endi kelish ehtimoli bor ekan, lekin hozircha yo'q kanalizatsiya. Qo'shilishi mumkin. Oddiy yerni o'zi. Bu yerimizdagi 19.999 dan so'rashyapti. Kelsaydi yana nima sunnatiga o'tib beriladi. Tayyor nima deydi. Qurib o'zimiz uchun joy qilamiz kerak. Juda ham tinch, zo'r joy. Shu joy qiz bo'lsa, nomodat sanada nomerga telefon qilasizlar. Hozirgimizda katta ko'chadan 200 metr kirganda. Bak ichkarida emas, joyimiz zo'r. Ko'ringlar, yoqsa olinglar. Hozir yerimizdan tayyor nima deydi, toza suv bor, toza suv chiqishi oqishi zo'r, ko'rasizlar napoli.